Ko'pincha biz ota-onamizga yaxshilik qilishimiz mumkin. Lekin bu ota-onaga yaxshilik qilishimizning sifati, kuchi qanchalik darajada kuchli, bu mana bu shunday kichik ishlarda oshkor bo'ladi. Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan ishlarda Allohdan qo'rqalsak, bu ishlar kichik bo'lsa-mu, bizni jannatga akirgizadigan, Allohga arziydigan amal bo'ladi. Ammo insonni qutuldiradigan, do'zax azobidan saqlab qoladigan ana shunday oz bo'lsa-mu, samimiy qilgan ishlar. Allohga ishonaman degan har bir odam bu hayotning imtihon maydoni ekanligini biladi. Bu sebepten bu imtihanda yuqori numara elish uchun cho'ng ishlarning keynidan qo'llashimiz. Lekin ba'zi bir biz kichik deb qaragan ishlar borki, bu ishlarda biz qo'llashgan cho'ng ishlarda berilmagan yuqori numar, ya'ni buyuk savob va ajrlar beriladi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bizge bir vakalikni bayan berish orqali u Alloh taolo yuqori numar beradigan, ammo biz uni kichik deb qaraydigan va yoki ahamiyat bermaydigan bu ishlarni bayon qilib beradi. Bu vakalikning tafsiloti mundaq. 3 odam bir yerga mangan vaqtida tuyuqsiz yomg'ir yig'ib ketdi. Bu odamlar yomg'irdan daldin olayli deb o'nkurning ichiga kirib turadi. Ular o'nkurning ichiga kirgandan keyin yomg'irning qattiq bo'lganligi sababli ustidan cho'ng toshdan birisi domolab u g'arning eg'izini etib oladi. Ya'ni bu 3 odam g'arning ichiga qapsilib qoladi. Bu 3 odam toshni domultishga tirishib baqsimi, uning nihoyatda cho'ng tosh ekanligini biladi-da, sabab tugidi. Ya'ni bizning kuchimiz bunga yetmaydi ekan. Buni Alloh echib beradi, bo'lmasa biz chiqolmaydi ekanmiz. Demak, chiqish yo'li faqat va faqat Allohning qo'lida. Shuning uchun endi hozirgi vaqt duo vaqti. Allohga duo qilaylik. Shundaqla biz o'zimizdan biladigan, ya'ni Alloh bilan o'zimizning o'rtasida sir bo'lgan, eng ixlos bilan qilgan amalimizni Allohga vasila qilib, vasita qilib so'raylik. Agar Alloh xolisa bu toshni domoltib, g'arning eg'izini echib berishi mumkin deyishdi. Shundaq qilib bu 3 kishi Allohga eng arziydigan amalim mushu, ya'ni men bilan Allohning o'rtasidagi sir amalim mushu degan amalni vasita qilib Allohdan so'rashga boshlaydi. Birinchi kishi bo'lsa, Allohumma innahu kanani validan shaykhan va imraati. Ey Alloh, mening yashinib qolgan ota-onam, ayolim va bolalarim bor edi. Men har kuni qaytgan vaqtimda sut og'ach keratdim va sutni eng burun ota-onamga ichkizatdim. Ota-onam ichmasdan o'zim va bolalarim, ayolim hech qaysiga bermaydim. Bir kuni ishimni tugatib bo'lolmay kech qaytib qoldim va sut og'ach keldim. Qarasam ota-onam uxlab qolibdi. Bolalarim va ayolim qachon sut olib keladi deb men qarab turibdi. Mening ota-onamni o shirin uyqudan uyg'otgim kelmadi. Men bolalarimga to'xtanglar bolalarim, avval ota-onam ichib olsin deb sutni ularning beshida tutib saqlab turdim. Ya'ni hali uyg'onib qolar deb kutib turdim. Ular toki tong atquchilik uyg'onmadi. Men bu tong atquchilik sutni ularning beshida tutib turdim. Bolalarim bo'lsa quruqqa ichib uxlab qoldi. Ular uyg'ongandan keyin men ularga sutni ichirdim. Ondan keyin bolalarim uyg'ongandan keyin bolalarim va ayolimga berdim. Men bu ishni faqat va faqat sening rizoligingni ko'zlab, ya'ni ota-onamga qanday qilsam eng yaxshi shaklda, Allohga arziydigan shaklda yaxshilik qilama, vafodorligimni ifodalay olaman deb mushundaq qildim. Agar mening bu amalim sana arzigan bo'lsa, g'arning eg'izini etib olgan bu toshni yumultib, bizni bu yerdan qutuldirgan ey Alloh deb Allohdan tilaydi. Bu duodan keyin g'arning eg'izi azroq ishladi. Ikkinchi kishi bo'lsa, ey Alloh, mening tuqqanimning bir qizi bor edi. Mening uning ko'zim chiqib qolgan, men uni yaxshi ko'rib qolgan. Shayton meni azrib, men yomon niyatlardami bo'lgan. Mushundaq turgan kunlarning birida uning menga bir hojat tushib qoldi. Men u hojatni bahona qilib, uningdan yomon ish qilishini talab qildim. U menga Allohdan qo'rq, Allah kürep durdu dedi. Ben senden qo'rqib yomon niyatimdan yandım. Agar mening bu amalim sana arzigan bo'lsa, bu g'arning og'zini etib olgan toshni yumultib, bizni bu yerdan qutuldirib qo'ygin deb Allohdan tilaydi. İkinci adamning duosidan keyin g'arning eg'izini to'sib olgan tosh haqida cho'ngroq ishladi. Lekin yana chiqib ketolmaydi. Uchinchi kishi, ey Alloh, men bir qancha ishchini ishlatgan edim. Ularning birisi mendan ish haqqini olmay ketib qopti. Men u odamning ish haqqini saqlab qo'ydim va tijoratimga qo'shib qo'ydim. Mening tijoratim to'g'onsir ro'naq tepib, pullarim ko'payib ketdi. Men qo'shib qo'ygan u odamning ulushimi ko'payib, nihoyat zo'r pul bo'lib ketdi. Shundaq turgan kunlarning birida u odam ish haqqini so'rab keldi. Men u odamga mana shu qo'ylarning hammasini dedim. O adam meni masxara qilyaptimsa, men bilan chaqchaqlashyaptimsa dedi. Men yo'q, undaq emas. Men sening pulingni tijoratimga qo'shib qo'ygan edim. Mana shundaq foyda chiqdi. Bu sening ulushing dedim. O adam nihoyat xushal bo'lib ketdi. Men bu ishni faqat va faqat sening rizoliging uchun qildim. Ya'ni agar men u odamga shu vaqtga ish haqqini bergan bo'lsam, xushal bo'lardi. Lekin men u odamning pulini tijoratga qo'shib qo'ydim, olib ketdi. Buni faqat o'zimdan bilatdim. Men faqat sendan qo'rqib, kishining haqqidan qo'rqib, u odamga pullarning hammasini qaytarib berdim. Agar bu amalim sana arzigan bo'lsa, bizni bu yerdan qutuldirgin deb Allohdan tilaydi. Darvaqa 3-chi kishining duosidan keyin g'arning eg'izi
to'liq ishlab bu 3 kishi bu g'ardan qutladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom deb bergan bu qissada ajoyib dars va ibratlar yushirilgan. Masalan, birinchi kishi qarab baqadigan bo'lsak, ota-onasi uxlab qolgandan keyin bolalarga uchirib, ota-onasiga elib qo'ygan bo'lsa-mu, bu shariatda to'g'ri bo'ladi. Lekin bu odam qanday qilsam mushu vafodorlikni eng yuksak nuqtada qila olaman deb ota-onaga yaxshilik qilishni bir vazif shaklda emas, eng yuksak nuqtada ado qilaman degan bu samimiyatni ifodalash yuzidan bolalarning shunchalik qusqachib ketgan bo'lsa-mu, ota-onasini uyg'otmadi, uyg'ong'ich saqladi. Ular uyg'ongandan keyin ularga uchkizib, ondan keyin bolalarga uchkizdi. Ya'ni bu odam ota-onasiga yaxshilik qilishni qandaqdir bir vazif shaklda emas, haqiqiy samimiyat, haqiqiy ixlosning eng yuqori pallasida ado qilishga tirishdi. Ko'pincha biz ota-onamizga yaxshilik qilishimiz mumkin. Lekin bu ota-onaga yaxshilik qilishimizning sifati, kuchi qanchalik darajada kuchli, bu mana shunday kichik ishlarda oshkor bo'ladi. Ya'ni bu odamning ota-onamga yaxshilik qilaman degan bu ibodatdagi sifati eng yuqori darajada bo'lganligi uchun Alloh taolaga intayin aziz. Bu sababdan bu kishining duosini ijobat qildi. Ikkinchi kishi bo'lsa, shayton uni ozdirgan, o'zi tamoq qilgan ish oldiga kelgan vaqtida Allohdan qo'rqib, hech kim ko'misimi, u yomon niyatdan yana oldi. Inson kuch yetmaganda, qodir bo'lmaganda, imkon bo'lmagan vaqtda nihoyat taqvo bo'lishi mumkin. Ya'ni men unda qilmayman deb bu atalishi mumkin. Ammo imkon bo'lgan vaqtida uningdan o'zini tortish haqiqiy samimiyat, haqiqiy iymon egasilar qila oladigan ish. Allohga arzigini mana shu. Endi o'zimizga bir qarab boqaylik. Keshlari hech kim ko'rmagan vaqtida Alloh ko'rdi deb telefonda oldimizga qalayma resim chiqib qolsa, video chiqib qolsa, uni o'tkazib ta'lamdoq yoki hech kim ko'rmagandikan deb uni ko'rib, ondan o'tkazamdoq. Mana bu yerda bizning haqiqiy taqvodorligimiz o'tirg'i chiqdi. Odam bayada hammamiz taqvo bo'la olamiz, ammo yolg'iz vaqtimizda hech kim ko'rmaganda kimning haqiqiy Allohdan qo'rqadiganligi oshkor bo'ladi. Buni faqat o'zimiz ve Allah biladi. Yani bu taqvolik o'zimiz bilan Allohning o'rtasidagi sir. Allohga arziydigini mana shunday sir darajasidagi ibodat, sir darajasidagi taqvodorlik, sir darajasidagi samimiyat, ixlos. Üçüncü kishi qarab baqadigan bo'lsak, bu kishining qilgan ishida Allohga eng arzigan ishi bo'lsa, u kishining haqqini qushab qo'yib, pulisi ko'payib ketgandan keyin u pulning ko'payganligini hech kim bilmasa-mu, ya'ni pulning egasi bilmasa-mu, Allohdan qo'rqib uning haqqini qaytarib berganlik. Pul az vaqtida nurg'un kishilar taqvo bo'la olishi mumkin. Kishilarning haqqini qo'rqa olishi mumkin. Ammo pul ko'p bo'lganda, ishimizga yorg'udek bo'lgan vaqtida, bu vaqtda bizning iymonimiz rasmiy imtihonga o'xshaydi. Masalan, ba'zi kishilar borki, miqdori ozroq muomalada sinitqichilik hisoblab o'zining taqvoligini namoyon qiladi. Ammo u muomala 1 millionga ko'tarilgan vaqtida, shundaqla hisobni egiz pas qilsa, xo'jayinimiz uxmay qoldigan ahvol ostida, shirklarimiz bilinmaydigan ahvol ostida Allohdan qo'rqib, pulning miqdori ko'p bo'lsa-mu, kishining haqqini yeyishdan o'zimizni torta olamdik. Bu intayin ig'ir bir imtihon. Allohga arziydigini mana mushundaq vaqtida hech kim bilmaydigan pul qo'limizga kirib qolsa, hech kimga bildirmay boshqalarning haqqini yuvolalaydigan holatdami, boshqalarning haqqidan o'zimizni torta olsak, Allohga arziydigini mana bu. Kichik muomalada taqvodorlik qilib, qurushqichilik hisoblab, ammo cho'ng ishimizga yorg'udak kelgan vaqtida bulanmasak, bu bizning taqvodorligimizdan, boshqalarning haqqidan qo'rqishimizning yolg'on ekanligini isbotlab beradi. Agar uchinchi kishi ish egasiga shunday haqqini bergan bo'lsa-mu, hanin bo'lsa, tenivomidi deb xushal bo'lgan bo'ladi. U odamning pulining undaq ko'pib ketganligidan xabari yo'q edi, lekin Allohning xabari bor edi. Mana shunda Alloh bilan o'zimizdan boshqa hech kim bilmaydigan ishlarda, boshqalarning haqqini yevildigan fursatimiz bo'lganda, haqqini yevamagan vaqtida mana bu amalimiz Allohga eng arziydigan amalimiz bo'ladi. Bu üç kişinin Allah'a dua kılganda, vasıt kılgan emelleri qarab bakadigan bolsak, Allah yo'lidagi jihad, hac va yoki büyük ibadetler emas. Qarmoqqa hammasi bir muamele. Ota bola o'tirisidagi muamele, tuqqanlar o'tirisidagi muamele ve kishilar o'tirisidagi ilm birim muamelesi. Yani hammasi bir muamele. Lekin mana mushundaq muamellarda eng samimiy bo'lalsa, Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan ishlarda Allohdan qo'rqalsa, bu ishlar kichik bo'lsa-mu, bizni jannatga akirgizadigan, Allohga arziydigan amal bo'ladi. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning hadisida kelgan bir buzuq ayol nima uchun bir itni sug'urib qo'yganligi uchun ahli jannatda bo'lib ketdi? Alloh uning gunohini afv qildi, chunki u ayol hech kim ko'rmagan yerda u jonivorga ich ag'artib, ya'ni Alloh ajr berar deganni maqsad qilib u itni sug'urib qo'ydi. Uniga boshqalar rahmat demaydi, uni maqtamaydi, uni hech kim ko'rmaydi. O ayol faqat Allohning roziligini ko'zlab qilgan. Mana bu sababdan Alloh taolo u ayolning gunohini afv qilgan. Ya'ni bu yerdagi ishlarning cho'ng bo'lishi asos emas. Asos qilinadigan, ya'ni Allohning buyuk savob beradigan bo'lsa, ishlar kichik bo'lsa-mu, samimiy bo'lish, hech qanday narsa ko'zlamaslik, hurmat ko'zlamaslik, shon shuhrat ko'zlamaslik, iqtisodiy va hech qanday manfaat aralashmagan vaqtida bizning o kichik amalimiz büyük amalga aylandi.
Şuna cennet giriş için, Allah'a erziydiğin bir amel kılış için çoğun işlerini qoğuluş bir hacet. Aksice çoğun işlerde adamın ihlasını, samimiyetini muhafazat kılışı nahayeti təski toxtaydı. Çünkü çoğun işlerde sizni kişiler maqtaydı. Bu vaxt siz özünüzge işinip qilish, pəxri qilib qilishni saqlashınız nahayeti təs buladı. Biz çoğun işlerini qilimiz deb haqiqiy samimiy bulanmasak, ihlas bo'lmasa faqat özümüzni hadirmiz. Allah'ın nazarda hiç qanday qimmati bo'lmaydi. Çünkü Allah Taala "Ve ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lehu'd-din." Faqat menga xolis, samimiy ibodat qilinglar dedi. Ya'ni Allah arz etdigini bizning qalbimizning samimiyati. Şuna inson o'ziga yolg'a aytolmaydi, o'ziga samimiyatsiz bo'lmaydi. Har qanday ish qilmoqchi bo'lsam, men bu ishni rost Allohning roziligini ko'zlab qilyaptam deb buni o'zimizdan so'rashimiz kerak. Ondan boshqa bu qissadan biz olgan yana bir muhim nuqta bo'lsa, hammamiz o'zimizdan bir so'rab boqaylik. Bizning Alloh bilan o'tirishimizni siri bo'ladigan, hech kim bilmaydigan, hatto ayolimiz, bolalarimizni bilmaydigan sir ibodatlarimiz bormi? Ana shunda qiyinchilik qolgan vaqtimizda Allohga vasila qilib so'g'idek, Alloh qabul qilgudek, ana shunda ixlosning, samimiyatning eng yuqori pallasi qilgan qarmoqi kichik bo'lsa-mu, şundaq amellerimiz bormi? Özümüzden bir so'rab bakışımız gerek. Eğer ondaq bo'lmasa, mana mushundaq amellerimizni ko'paytirishga tirishimiz gerek. Çünkü insan nurg'un amellarni qiladi, nurg'un yaxshilarni qiladi. Bu ishlarning hammasida samimiyatning sifati yuqori darajada bo'lib mumkin. Ammo insonni qutuldiradigan, do'zax azobidan saqlab qoldigani ana shundaq oz bo'lsa-mu samimiy qilgan ishlari. Shunga har birimizning Alloh bilan o'zimizning o'rtasida sir bo'lgan samimiyatning eng yuqori pallasi qilgan oz bo'lsa-mu kichikgina amalimiz bo'lsin. Undan boshqa bu vaqalikda beshimizga qiyinchilik kelmagan vaqtida qilgan amallarimizning beshimizga qiyinchilik kelgan vaqtida bizning qutulishimizga, bizning chiqish yo'limizga sabab bo'lganligini ko'rib olamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda "Ta'arraf alallohi fir-raha ya'rifka fi-shidda." Allohni keng kushada qiyinchilik kelmagan vaqtingda asla unutma, Allah seni qiyinchilik vaqtında unutmaydi deydi. Şuna beşimizin musibet kelmaganda, qiyinchilikqa uchragan vaqtimizda bexutlashmay yaxshilarni qilaverishimiz kerak. Ana shu qilgan yaxshilarimiz qiyinchilik kelgan vaqtida mana shunday asqatadi. Ondan boshqa bu qissa biz qiyinchilik qilgan vaqtimizda, Alloh taolaga duo qilgan vaqtimizda o'zimiz mushu amalim Allohga arziydi degan amalimizni Allohga vasita qilib so'rashning to'g'ri ekanligini ko'rsatadi. Ondan boshqa bu qissa bir musulmon jamiyatining 3 asosiy prinsipi, turligini bayon qilib beradi. Birinchisi bo'lsa yaxshilik qilish. Bu birinchi kishida aks etadi. Ya'ni ota-onasiga yaxshilik qilish, tuqqanlarga yaxshilik qilish. Ikkinchisi bo'lsa iffat. Bu ikkinchi kishida aks etadi. Mayli u tuqqanning qizi bo'lsin yoki yot kishi bo'lsin, musulmon jamiyatida erlarda va ayollarda bo'lishga tegishli eng muhim omil iffat. Üçüncüsü bo'lsa omonatdorlik. Bu uchinchi kishiningki qilgan ishida aks etadi. Ya'ni uchinchi kishi omonat shuncha ko'payib ketgan bo'lsa-mu, omonatning egasi uni bilmasa-mu, uni to'liq qaytarib beradi. Ya'ni yaxshilik qilish, iffat, omonatdorlik har qanday bir musulmon jamiyatining 3 asosiy prinsipi. Ondan başqa bu qissa musulmon sababki imkon bo'lmagan vaqtidami umidsizlikka tushmasligi, sababki imkon bo'lmagan vaqtda uning qurolininki duo ekanligini ko'rib olamiz. Ya'ni duoning, ojizlarning, sababi yo'qlarning, ya'ni sabab nuqtasidan kuchi yo'qlarningki eng kuchli qurol ekanligini ko'rib olamiz.